Gözüm kanlık yaşım tükür Örsever yadı ayrıldı Ayrıldım gonca gülümdü Kara kaşlı Ötkende ne hizmet qilman degan edingiz? Ayrıldım gonca Men sizga o'xshash undaq yaxshi maktablarda o'qish fursatiga ega bo'lolmagan. Faqat Urumchiga atletik oliy maktablarda o'qigan. Xizmat o'rnimmi? Nihoyatda oddiy. Avazlı bulbulumdi Doktorkan sizda? Bir güzel yadı ayrıldı Qo'rqimdan Avazlı bulbulumdi Bir güzel yadı ayrıldı Sır dışı Mening sizga bu xohish qo'limni mehnat qilib yo'q. Bu pul meni sana o'xshash vijdonli insoniy qo'rg'on yo'qotgan pasayuvchi qasadiy qilib olmasin. Sizning turqingiz odam bo'g'ini bilan ishchingiz nima kirlar to'shib ketgan. Sır dışı Mening sog'a deydigan gapim yo'q. Aramim Nece güzellerinin hali Sekiz cennetli bostani Sen güzel yadı ayrıldı Sekiz cennetli bostani Sen güzel yadı ayrıldı Mebdunum ben aşığım mestan Yığışlap şeninge destan Mebdunum ben aşığım mestan Yığışlap şeninge destan Mezgahim bağ Mezgahim Kep qildingmi? Ajab yerib ketdim. Qaranglar. Hey, bu yoqqa kela. Kela. Bering. Kelinglar nimanda qo'moq bo'ladi? Qara nimaga Kelinglar, qo'moq ketirib baqay. Mana haydingiz kelinglar, mana. Pek tatlıkan bu. Kiyimini soldirib Qara aytaylik. pek muzlab ketibdi. Hey, kiyimlerini soldurib taylik bu bichara qo'zamdan. Uning kiyimlarini soldurib taylik. Kela, man qara qizlar, ikkala man sog'liq qara. yana. Tatliq. Bekingni aytaylik. Yaxshi. Asta Diqqat qilaylik. Man qara. Nimanda qo'moq bola? Kimning bolasi bu? Yo'lda kelayotsam, yig'lab turibdi. Yenida hech kim yo'q ekan. Yenida hech kim yo'q? Ha, shunga ishim og'rib, yandirib keldim. Qara, nimanda tatliq? Hey, uning otasi hozir nelarni ansirab yurgandu? Buni bilmadim. Endi qanday qilamiz? Biz uni soqchiga olib beraylik. Topirib beraylik. Ma'qul. Kim bo'ldi? Yig'lamang. Ha? Oy, bosqirdi. Turing. Yaxshi. Apaq, tattiq, yig'lamang, ha?
yaxshi bola yig'lamaydi. Yig'lamang. Sizni Ahdil opangizning yoniga opiraman, dadangizning yoniga opiraman bo'lamdi. Yig'lamang. Asta doktorxonaga opasam bo'lamdi. Tattiq, oppa qizim yig'lamaydi. Yig'lamang. Bo'ldi. Oppa yig'lamang. Tattiq, gap anglaydi. Mening oppa qizim, gap qandaqroq? Qizni sinibdi. Rahmat. Qandaq? Chiroyliqmi? Hey, biz tayyorlik qilib bo'ldik, sen bormamsa? Bormayman. Bolin deb bormaysa? Bu bola sana o'zini bek bog'labapti-chimi? Buni o'ynamsiz? Hey, sening bitdimi? Bitdi. Tura. Biz menga yuraylik. Ilaman. Rana hozir ona bo'lib qoldi, u bolasi qarsin, ha? Biz o'yin qilmadik. Tura. Hey, xo'sh, kashqarda ishni ichbajmi? Appa qizim, endi ikkimiz qoldik, ha? Yaxshi. Ha, bermayman-ku. Buni menga berdingiz? Buni men o'ynaymi? Qara, semizlik bundan ses chiqaraydi. Astroq kelinglar. Bola uyg'onib ketadi. Voy, kulgilim bo'lmandamdi. Hey, Rana, sen o bolani opirib qo'yayim demaysan-ku? Nega opirib etdiman? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Nereden akagan bo'lsa shu yerga opirib etmamsa? Kunmi shundoq sovuq tursa, uni teshik tashlab qo'ysam to'nglab qolmamdi. Hey, Rana, bizchi hozir boshqalarga tayinib kun kechirayotgan odamlar. Agar boshqalar bizning uyimizni mushundoq bolaning borlig'ini bilib qolsa, bizni nima deydi? Uning ustiga ular bizga pul bermasa, kim bizga pul berdi? Hey, bu bolani beqib olsak qanday bo'lar? Nima deysa? Beqib olsak? So'rab qolmagansa? Beqib olsak deydi-ku bu. Qandaq baqimiz? O'ylab baqa, qaysi pulga bu bolani baqimiz? Hey, men sana desam baqib, bu bolani ko'tirib nelar tushiramiz? Ish qilib, men sana deb qo'yay, bu bolani beqish qo'shilmayman. Men qo'shilmayman. Rana, meningchi bu bolani tepib olgan yerga opirib qo'ysak bo'lamdikin deyman. Bizningchi bo'lsa-ku, bu bolani beqib olsak yaxshi bo'ladi. Lekin biz bu bolani qandoq boqamiz? O'zimizning qandoq kun kechirayotganligimiz sang 5 qo'ldek ayon. Shundoq turuqliq bizning bu bolani beqib chiqishimiz mumkin emas. Bizga shundoq kun kechirmaymi, amal yo'q. Bu qanchaq chiroyliqmikan? Buni o'ynamsiz? Ha? Voy. Voy. Odam izlash e'loni. Mifray.
2 yaş. Bundan 3 gün ilgari Yeni Hayat rayonu atrofida tuyuqsiz yo'qolib ketgan. Hozir qizchaqning qizchasi bu qizni Rena, saqchidan xabar bormi? Yo'q. Rena, sen obdariq o'ylashqin. Bir balani beqib, uning o'ttisidan chiqmoq unchalik oson ish emas. Bizim bir bala tursak, uning ustiga bizdek to'y qilmadik. Keyin haqla. Bu kichik qizni bizga tuhmat hisoblaydi. Tushunyapsizmi? Hiç bo'lmagan sen o'zingni bo'lsin o'ylab qo'y. Istiqbolingni mushuna qilib yo'q qilib o'tamsa? İstiqbal? Bizning nədimi istiqbalimiz olsun. Men kichigimdan ota-onasiz, tarbiyasiz cho'ng oldum. Seningcha bizning shundaq yashashimizda istiqbol bo'larmi? Uning ustiga u bizga o'xshash ojizkan. Buningga amal qancha? Hazır biz bir kunni kash qilib olsaqla, shu biz uchun bayram. Agar men bu balani achiqib tashlab etsam, u bizga o'xshash o'g'ri yoki yo'ldan chiqqan qiz bo'lib cho'ng olmamdi. Mushu bechorani tashlab etgan qandoq bag'ri tash ota-onadir. Hozir bundaq tashlab o'tilgan bolalar oz emas. Ish qilib. Rena, sen obdan o'ylashqin. Voy, nimalarni ratlab ketding? Nima ish qilyapsan? Men obdan o'ylandim. Bu balani beqib olaman. Undaqda biz qanday qilamiz? Bu uyda qanday turamiz? Sizlar xotirjam bo'linglar. Men bu uyda turmayman. Nima tursa? Esingdimi? Men heyliqi uyni setib etib, pulini bankaga qo'yib qo'ygan. Shu pulga kagidek bir uy setib olib, bola bilan shu yerda turman. Bir yerdan oddiygina xizmat tepib ishlasam, bu balani beqib ketishga ko'zim yetadi. Gerçi anne mehrini ko'msam, lekin bu balaga yaxshi ana bo'la olmayman. Bir pong pulni o'sh xajlamaydigan odam. Hajat bu bola uchun uy oldigan bo'lib ketibsiz-a? Dilshad, men menga ibraymi ya billa mangamdiq? Mana hozir. Xo'sh qizim, a? Oppoq bolam, hadeshni xop qilmay o'ynab turing, a? Xo'sh, ha, xo'sh. Xo'sh, ha, uma qizim, xo'sh. Hı. Xo'shimsa, xo'sh.
Maqıl, xo'sh emisa. Maqla xo'sha? Raisa, appa, muşçaqçı nəyə qadınız? Bugün tushdan keyin Raisalarning darsi yo'q ekan. Shuni uni bozorga olib o'yintib kech qolganimni sezmay qaptimiz. Shundaqmi qizim? Man qarang muallim, Raisa mening qizim. Onunğa sizning ortiqcha ko'ngil bilishingizning hojati yo'q. Bugun uni bozorga olib noyitmi avara olibsiz. Rahmat sizga. Eling qo'nchig'ingizni. Sizga shundoq uyatdimmi? Nima ish boshqalarning narsasini olasiz? Boshqalarning narsasini olasiz? Qo'ychoq kerak. Raisa, canım qizim gapimni angla. Men sizga cho'qim yo'g'on qo'nchaq aytib beraman, lekin boshqalarning narsasini olmang bo'lamdi. Avval manikiga qini Almira? Hey Almira! Men bugun baldır qaytay degan tamoqimni tayyorlab qilib qo'ydim. Ma'qul, qaytaver. Ma'qul.
Ha ras, sizden bir narsa soray degandim. Qizim tönügün çoğunqunçaq epbə deb qapqıb ketgəndi. Bazardan ep berey desem bək qimmatgan. Şuna xanның qunçağını qizim bir 2 gün oynab tursa. Bo'ladi. Apray bering. Rahmat sizga. Qaytdыңызмы? Ha, qaytdim. Qonçaqni ipapsizg'u. Balamni oynab tursin degandim. Bu bilezgimni ipapsizg'u. Bilezgim nim deb ipaldınız? Buni bilmayman. Necha vaqtınız ukam deb beshingizni silsaq, mundaq müniriңiz бар ekanda? Men hada Qandaq ish bu? Bundaq o'g'irlik qilishni siz kim o'rgatdi? Qilg'ining sətligini. Nima ish bo'ldi? Qarang, bilezgimni ma'lum qonchaq bilan birga ip mengibdi. Yo'q hada. Qo'nchaqni Bilezgimni ip mangib shuni qarab turdingizmi? Degan buni. Hada. Ras. Nomus qilmaydigan. Nima ish bu hamdi? Men rastlı bilmepdiman. Meni xata tushunib qoldinglar. Menga ishoninglar. Men rast olmadim. Menga chiqay uydan. Nomus qilmaydigan. O'g'irlik qilish nomus qilsangchi. Hada, meni xata tushunib qoldingiz. Men bu bilezikni ko'rmabdiman. Rast. Menga ishonch ko'zim ko'rgich bo'lma. Menga chiqama uydan. Nomus qilmaydigan o'g'ri. Menga chiqa. Olaman qonchaqni. Chiqama uydan. Yo'qol. Nomus qilmaydigan o'g'ri. Sen benim pullarımni xashlab o'ng'ayli qutulmoqchimiding? Qarab nasıl buludu? Rana! Bu men Zihra. Rana! Zihra! Çinim dostum. Tavuk qildim. Tanıyamağıl taslı qapdım. Sen faqat o'zgarmabsa. Sen hep o'zgarib ketibsa. Qanday? Yaxshi turdingmi? Yaxshi turyapman. Sen shu chiqib ketgancha bizni istab qo'ymagan. Kunduzchi yaxshi turyapman. Yaxshi turyapman. Sizlarchi, men chiqib ketgandan keyin nima ishlarni qildingiz? Sen chiqib ketgandan keyin.
Zöhrədə, sən gecə çoxlumadın. Nimələrni xəyal qılıbatsa? Kunduz. Rəna aşı bir balını baqalığa yedi. Biz halal əmgə qıb. Cinimizni baqanmazmız mı? To'g'ri deysan. Mening o'zim ishlab topgan pul xarjligim bor. Mening ota-onam kichik chig'imdan ajrashib ketgan. Men ota-ona mehrining qanday bo'lganligini bilmayman. Mening boshqa do'stlarimga o'xshash ota-onamning yanida yashag'im keladi. Sen meni bularni o'ylamaydi demsan? Biz qachongacha tangirqab yuramiz? Men bundaq yashashdan pek zerikdim. Bizning qo'limizdan ish kelmasmi? Kim deydi bizning qo'limizdan ish kelmaydi deb? Men sana desem aşxanalarga berib qochishsaqmi? Ko'chalarga chiqib yo'llarni supazakmi? Hammamiz halol emgak hisoblandik. Men bunda qilmasligimizga ishonmayman. Hargiz ishonmayman. O'tib ketgan shu kunlarni o'ylasam, bek ichinyapman. Nima deb bu xayollar? Baldırak kallımızga kelmagan bo'lg'iydi. Bo'ldi, o'tib ketgan ishlar o'tib ketdi. Endi har qancha qilgan bilan o'rniga kelmaydi. Biz ishni qaytadan boshlaylik. Bo'lamdi. Sen Zöhrə, senin turmuşun qandaq? Tanrım mənə xuddi erkindek yaxşı bir balını uçurashtirdi. Biz arlaşdık, keyin biz to'ymi qildik. Balalıqım bolduq. Mening umaq bir qizim bor. U bek umaq rasma. Hey. Ras, sening yiliq beqib olgan qizing cho'ngib qoldimi? Bu yil 7 yosh kirib qoldi. Maktabga bordim. Hozir o'qiyotdi. Adaş, erkinchi uni uchrashtirdingmi? U men uchun faqat aslima xolos. Opa, mening tug'ilgan kunim qachon? Mushkamgacha mening bir qatam tug'ilgan kunimni o'tkazib boqmadik. Bugun bir saboqdashimning tug'ilgan kuniga uning uyiga borgandik. Dadasi uningga yo'g'on bir tort epadi. O tort pek tatlıqqa hammamiz yedik. Qizim, sizning tug'ilgan kuningiz yana 2 kundan keyin bo'ladi. Men sizga cho'ng tort ep beraman, bo'lamdi? Endi uxlang, ha?
Erkin. Ben sizni bir yerdə uçurtub qalaman deb faqatla o'ylamabdiman. Rahmat. Shuncha yildan beri Ra'noni bir haqiqatimi izlab baxmadingizmi? Yo'q. Ra'naning o ishi meni bakma azobladi. O'zingiz bilasiz, men Ra'nani bak yaxshi ko'ratdim. Onundan ayrılıp ketgandan keyin 5 yil Moskvada o'qib keldim. Bu yil qaytib keldim. Bayatdan sizga hamma gapni dedim. Ra'na, burunqi gunohlarga haqiqatan o'kindi. Shu gunohlarni yuyish uchun bolani beqib o'stadi. Erkin, bilasiz, Ra'na sizni pek yaxshi ko'radi. Nima? Odam deganning azmaydigan vaqti bo'lmaydi. Uning ustiga Ra'na yetimchilikda cho'ng bo'lgan. Ona mehrdan bahramon bo'lib baxmagan. Erkin, agar siz uning o'rnida bo'lgan bo'lsangiz, qanday qilardingiz? Hozirgi qizlarga nima bo'ldi ekan? Pul uchun hamma ishni qilishda yanmaydi ekan. Qizlarda insof degan narsa qolmabdi. Nima? Insof qolmabdi? Amaliyotda biz qizlarni insofsiz qilib atgan sizlar erlar. Hozir jamiyatimizda sizga o'xshash yaxshi yigitlarmi oz emas. Lekin nokas askilarmi oz emas. Nini yaxshi oilaning bolalari, tarbiya ko'rgan bolalar, yiliqi oq tomoqqa o'ginib olib, o'zlarini o'limga tutib beryapti. Yana dexa ba'zi erlar shundoq chiroyli ayoli, chiroyli bolalari, yaxshi oilasi turib, kichikkina pullarni pesh qilib, o'zining kichik qizlarini kayniga selib, bir obdan oilalarni buzishyapti. Ba'zi erlar o'zining qizi dematlik qizlarga yiliqi mehnat pullarini pesh qilib, ularni kayniga selib, hamma ishlarni tugashtiryapti. Oilaning to'riki bo'lgan shu erlar shunday qilayotgan yerda biz qizlar nima bo'lib ketmoqchidik? Agar shular bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, to'g'ri yetaklagan bo'lsa, biz mushundoq bo'lib ketadikmi? Erkin, sizning rostilla Ra'no bilan birga o'tganingiz yo'qmi? O'tganda sizga degan kimga ma'lum? Mana, chiroyliqmikan? Men sizga kesib beray-a? Bek chiroyliqkan. Mana buni siz yeysiz. Gulbayadan kesib berdim-a? Mana. Yang. Opa, siz yang. Siz yang, opa.
Tatlıqmikan? Bek tatlıqkan. Canım qizim. Sizlar Apa kim o? birə işinla bormidi? Birə işinla bormidi deysən qo. Mening erimni ozdurmoqchi midim? Kimni ozdiribdi men? Eringiz kim o? Eringiz kim deysin ha? 3 kunning oldida erimning mush uydan chiqib ketayotganini men o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, qilgan ishingdan tinib olmoqchimisan? Aytaqini. Mening uyimni buzmoqchi miding? Apa. Qizim. O'tib boraman. Canım qizim, buni ep ketinglar. Uyini buzgan to'y. Qaqni yerini yana ozdirib qo'y. Qo'y, qo'yayli. Shishaq qo'yganman. Qo'ysin. Mana, o'ringlar qo'y. O'ringlar uyini buzgan. Shishaq qo'yganman. Qo'y. Mana sana herkes yaxshilaraq. Chiroying qarab chiqsangchi. Shuni deyman. Kim biladi, bu shumtigi muhaqning uyini buzib topgan bolasimi texi? Qizim, sizlar qo'l yandirsizlar texi. Oy! Yuringlar ketaylik. Yanglar. Ochiqi bakini buning ay. Shuni deyman. Canım kızım. Ko'ngil degan haqiqatan ulug' narsa ekan. Raisi oxiri o'zimizning qizi bo'lib chiqdi. Buninglik bilan Raisa hargizmi sizlarning qizinglar bo'lib qolmaydi. Men hargizmi Raisani sizlarga bermayman. Sizlarning Raisani mendan tortib olman deyishinglar, uxlab tushinglar. Bu hargizmi mumkin emas. Sizlar endi qaysanglar bo'ladi. Buningdan keyinmi yana davomli qizimiz yutib ketdi deb yuraveringlar. Sizlar agar bu ishlarni Raisaga deydigan bo'lsanglar, men uni elib yiroq joylarga ketaman. Uni ikkinchi ko'ramaysizlar. Menmi bir ana? Sizmi bir ana? Ana qalbining qanday bo'lganligi har ikkimizga ayon. 5 yildan beri shu bolani dardida qon ishg'ilab o'rtanib keldi. Ish qanday narsa bolaning o'tini bosolmaydi ekan. Sizning hozirgi hissiyotingizni tushunaman. Çünkü sizmi shu bola uchun mening oldimda tanglikni qilyapsiz. Bugun men sizning oldingizga 5 yildan beri biz tashna bo'lib kelayotgan, bizning barliq xo'shalligimiz bo'lgan bolamni sizdan sadiq o'rni tilab keldim. Men sizdan tizilib o'tinay. Bana balamı qaytarib bering. Ben sizga bosh urayım. Bana balamni qaytarib bering. Sizdan o'tinib qolay. Balamni qaytarib bering. Balamni qaytarib bering.
qaytarib bering. Bu bala senin emas Rana. O balada senin hiç qandaq haqqın yo'q. Sen mushu turmushing bilan keyin uni qandaq o'qitsan? Bu balani oliy maktablarda o'qitish uchun qandaq qilasan? Eng yaxshisi uni ota-onasiga qaytarib bergin. Balaning istiqbolini o'zim o'ylab uni qaytarib bergin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani, uyga kiring. Bo'ldi, kirmay. Men Raisaga hamma gapni dedim. U hamma ishlardan xabardor bo'ldi. Endi Raisa sizlar bilan turdi. Yo'q, oppa, men siz bilan turaman. Mushat qiling. Yo'q, Turing qizim. men oppam bilan ketaman. Men sizga necha qatim dedim. Men sizning opangiz emas deb. U sizning opangiz. Ahuzlar çekip bir umap kozandan ayrıldı. Gayrımdan ahuzlar çekip bir umap kozandan ayrıldı. Gözüm kanlıq yaşım töküp bir yürek paremden ayrıldım. Gözüm kanlıq yaşım töküp Oppa, anneciğim. Ben sana etkiledim, onu bilmem oppa. Oppa. Oppa, anneciğim. Oppa. ayrıldım gonca gülümdün. Ümidim hem varlığımdı. Ayrıldım gonca gülümdün. Ümidim hem varlığımdı. Bir kere Avazlı oğlum değil. Ayrıldım.
Keldingizmi qizim? Akaling sumkangizni olay. Yerib ketdingizmi? Qo'sug'ingizmi oshqandu, ha? Hay, men sizga chiroyli bir narsa olgandim, ko'rsatib qo'yay. Bugun nima dars o'tdi qizim? Nima bo'ldi? Xafa bo'lib qoldingizmi? Ha? Qarang Raisa, chiroyliqmika? Sizga yordimi? Oy. Raisa, nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldingiz? Meni opamni yine qopirib qo'ying. Meni opamni yine qopirib qo'ying. Meni opamni yine qopirib qo'ying. Opamni yine ketdimi? Opamni ko'ygim kelib ketdi. Opamni yine ketdimi? Yaxshimisiz? Men dedim-ku sizlarga opamni shu yerda topalaymiz deb. Biz o'zimizning xushallig'ini deb, bolaning xushallig'ini tortib olsak bo'lmag'idek. Bolaning xushallig'i uchunmi bo'lsa, biz bir oila kishilardek yashamasmizmi? Жүріңлар, bu xo'shalliqni birlikda tabriklaylik.
kaşlık sumbulumdu. Ayrıldım gonca gülümdü. Kara kaşlık sumbulumdu. Avazlık bulbulumdu. Bir güzel yar. Avazlık bulbulumdu. Bir güzel yar. Sırdışımsın kıl aramim. Nece güzellerinin hamim. Sırdışımsın kıl aramim. Nece güzellerinin sekiz cennetli bostanı. Sen güzel yar. Sekiz cennetli bostanı. Sen güzel yar. Meftunum ben aşığım esnaf. Yığışlap şeninge destan. Meftunum ben aşığım esnaf. Yığışlap şeninge destan. Menzilgahim bağ bostan. Menzilgahim bağ bostan. yuqori seviye bilan yangidan ishlangan ko'p xil iqtidorliq yangi davr markalik VCD apparatining sifati va qurilmalari intayin yaxshi. Surat va ovozning aniqlik darajasi yuqori. Plastik tanlamaydi, ishonchli. Ishiltish usuli ko'p xil bo'lib, xalqimizning ishitishiga texmi oson bo'lishi uchun ichi va sirtiga uyg'urcha xat kirgizilgan. Bir dona VCD apparat setib olganlarga tanlangan 200 naqshi musiqalik plastik sovg'a qilindi. Uyg'urcha sistemli yangi davr VCD apparati oilangizga xushallik ato qilsin.